Shu bo'lyapti aka. Sotildimi aka? Aka sotildimi bu? Nechi pulga? 7 million 600. 7 million 600 ga. Qisir Rakamli sigirlari ketdi. 7 million 600 ming so'mga baraka bo'pti. Qisirmi aka? Qisir ekan mana 7 million 600 ming so'mga baraka bo'pti. Qisir sigir. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 8-fevral. Hafta kuniga yakshanba. Bugun biz Surxondaryo viloyati Boysun tumani markazida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Mana xudo xolasa bugun bozorda sotiladigan sog'in sigir, boqma ho'kiz, semiz ho'kiz, bunajinlar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Boshlaymiz xudo xolasa. Bismillah. Nechi pul savdo bo'lyapti bu? Qancha? 24 million 200 ming so'm mana savdosi bo'layotgan ekan. Bolali sigir. Bolasi ho'kizchami, urg'och aka? Urg'och a? Ho'kiz. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ekan. Mana bolali sigir so'raganlarga. 18 million deyapsiz. Savdosi-chi? 14 million so'm savdosi bo'pti. Bolasi urg'ochmi, ho'kizchami? Urg'och ekan bolasi. Aka bu bolali sigir nechi pul ekan? 35 million so'm aytilyapti. Savdosi-chi? 30 million 500 ming so'm savdosi bo'pti. 35 million so'm narxi aytilayotgan ekan. Aka nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi ekan. Mana bolasi ham parodni, ho'kizcha ekan bolasi. Aka nechi bo'lyapti bu? 22 million savdosi. Siz nechi bo'lyapsiz? 22 million so'm savdosi bo'layotgan ekan, 28 million so'm narx aytilayotgan ekan mana shu bolali sigirga. Aka bu nechi bo'lyapti? 20 deyapmiz. 20 deyapsiz? Savdochi? 17 million so'm savdosi bo'pti. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi, bolasi urg'ochi mana. 22 so'rayapmiz. Bu nechi pul savdo bo'lyapti ekan? 24 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti, ha? Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. Bolasi ho'kizchami, urg'ochi? Urg'ochi bolasi bor ekan mana. O nechi bo'ldi bu bolali sigir? 19 million. Savdosi? Savdosi 19 bo'ldi. Savdosi 19 million so'm bo'pti. Siz nechi pul deyapsiz o'zingiz? 20 deyapmiz. 20 million so'm narxi aytilayotgan ekan, 19 million so'm savdosi bo'pti. Bu tana nechi pul qoldi aka? 15 millionga bordi aka. 15 million so'm savdosi bo'ldi, ha? Siz nechi pul deyapsiz? 20 million so'm narxi aytilayotgan ekan. Bo'ylari biri 20 ga yaqin. Menimcha, taxminan. Aka bu bolali sigir nechi bo'ldi? 25 million so'm bo'ldi. Ha, 25 million so'm narx aytilayotgan ekan mana bolali sigirga. 18 million so'm savdosi bo'pti. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ekan mana. Bu bolali sigir nechi pul bo'ldi? 25 million bo'ldi. Hamimma zottoraton? 25 million so'm bo'pti. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bolasi ho'kizchami, urg'ochi? Ho'kizcha bolasi ekan mana. Nechi bo'lsa beraman deyapsiz? Aka bu ho'kizcha. 17 million. 17 million so'm bo'lyapti. Savdosi-chi? Savdo 17. Savdo 17 million so'm bo'pti mana. 17,5 bo'lsa oldi. 17,5 bo'lsa baraka deyotgan ekan mana aka. 500 ming qopti o'rtaga.
Bo'ylari biri 15 dan baland menimcha. Mana nech puldan aka bu ho'kizchalar? 14 bo'ldi. Aha. 16 deyapsiz, 14 million so'm bo'ldi. Bunisi 11 bo'ldi. Ha, bunisi 11 million so'm bo'pti. Bu kichkinasi aka. Bu 7 bo'ldi. 7 million so'm. Hammasi ho'kizchami? Hammasi. Hammasi ho'kizcha. Mana buni bo'yi birdan balandroq menimcha. Bunisi ham shu birga yaqin. Mana bunisi kichkinalik mana. John Lever ketyapti akalar mana. Bittasi. Boysun bor aka. Uyda ham bor. Uyda ham bormi? Telefon nomeri aytavering aka bo'lmasa. 77. 77lik 477 91 91 mana shu akaga aloqaga chiqib bersalaringiz, boqma yosh mana shunday ho'kizchalardan bor ekan. Telefonlashib narx kelishtirib berilaveradi. Aka, mayli, bozoringiz bersin. O'n ikki yarimga bermadingiz. Mana ho'kizcha 12 million 500 ming so'mga berilmabdi. Aka, nech pul baho qo'yasiz? 14 million so'm narx aytilayotgan ekan. Aka, qaysi savdo bo'lyapti? Hozir bitadi. Qani aka? Nech pul savdo bo'lyapti? 16 million 300 ming so'm bo'ldi, oldik aka. Ha, oldilaringiz a? Oldik. 16 million 300 ming so'mga mana Bir yoshar Karpat ho'kiz. ha, bir yashar Karpat ho'kiz ekan. Mana baraka bo'lgan joyidan. Kim sotgan uni? Kim olgan? Mana sotkich, mana akamiz. Mana baraka bo'layotgan joyidan. Ha, baraka bersin aka, Alloh sotganga ham, olganga ham barakasini bersin. Aka, bu nechta bo'lib qoldi? Bu urg'ochi molmi deyman? 9 million bo'ldi. Ha, bu ho'kiz ekan. Nech pul bo'lyapti aka? Urg'ochi mol ekan, 9 million bo'ldi. Ha, urg'ochi mol ekan, 9 million so'm mana savdosi bo'pti mana. Aka, nech pul savdo bo'lyapti ekan bu akajon? Savdo bo'lmabdi aka. Men Ro'yroz gapiraman. Aha, nech pul deyapsiz? Baylab qo'ydim, mol olaman deb aylandim, mol ololmadim. Ha. Sotaman endi. Nech pul deyapsiz aka? 16 million deyapman aka. Aha. Mol. Aha. Yuragi urgan savdo qilsin mana. Gap yo'q. 16 million so'm Mana shunday bir mol aka. narx aytilayotgan ekan, savdosi hali bo'lmabdi. Aka, nech pul savdo bo'lyapti ekan bular? 28 ertalab savdo bo'ldi, bunisi 3 so'rabdi. Ha, ikkalasi bir joyda 28 million so'm savdosi bo'lgan ekan. Mana ikkita ho'kizchani hozir narigi chekkasidagisi mana 14 million so'm savdo bo'layotgan ekan. Aka bermay turibdi mana. Savdo bo'layotgan joyda. Aka, bu ho'kizlar necha bo'lib qoldi ho'kizchalar? 13 dan bo'ldi, ha? Siz nech pul deyapsiz? 15 million so'mdan narx aytilayotgan ekan, mana 13 million so'mdan savdosi bo'pti. Savdo 5 million bo'lyapti. Savdo 5 million. Mana salom deb qo'ying, John Lever ketyapti. Qo'lni ko'tarib. Gap yo'q mana. Ana. Ona barchani bir so'z. Olindimi? Nech pulga olindi bu? 14,5 million. Savdosimi? Bunisi-chi? Gapni boshqa joyga burgan. Ha, qorasi 14 million so'm bo'pti. Bu mana sariq ho'kiz 14 million 500 ming so'm bo'pti savdosi. Taroziga taxmin 380 mi? Yozamiz mana kommentariyaga mana. Promey efirimiz ketyapti. Kilosi necha kilo keladi mana? 3 million berdi bu. Berdi. 904 ayting ey. Kiloni ayting, kiloni. To'rt 113 kilo chiqdi.
413 kilo. Necha bundan baraka bo'ldi bu? Olmuş mingdan mı? 60 ming so'mdan baraka bo'ldi. Mana ikkita tana 20 million 300 ming so'mdan baraka bo'ldi. Mana aka. Qochamiz. Necha kilo chiqdi aka bu? 413 kilo chiqdi mana. Живой веска. Aka necha bo'lyapti uka? Tanalar mana. Bunisi 14 million 500 ming so'm. Bunisi-chi aka? Bular qisirmi bo'g'ozmi aka? Qisir. Bunisi 14 million so'm, mana bu chekadagisi 14 million 500 ming so'm bo'pti. O internet olyapsizmi? Ha, John Lefer ham ketyapti bittasida aka. Bittasida mana Pirramay Boysun bozorini tomosha qiladi mana. Tog'larda qor mana. Bozoringiz bersin aka.